General MacArthur uning yelkasini qoqib qo'ydi. Assalomu alaykum aka. Tinchlaning azizam, tinchlaning, dedi u. Sizga ishonamiz. Axir o'sha nusxa shunchaki telba. Uning joyi jinnixonada. Agatha Christie kejian. Aka shu el qatori ideya kerak menga. Siz zo'r ideya beradi deb eshitdim. Aha. Nima ideya kerak? Bloger bo'lmoqchiman aka, shu deysiz. Obbo, sanammi? Ha. Abul? U qashay qilyapti. Nima qilsam bo'ladi? Qanaqa kontent qanaqa olsam bo'ladi? Kontent to'layapti-ku, jiyan. Qara. Nima qilsang ham bir manfaatli kontent olib qo'ymagin. Birovga foyda-moydan tegib qolmasin, bo'ptimi? Bular bo'lmas, boshqa narsalarni qo'y. Keyin internetda hate hype bo'lib trendda yurgan narsalarga men mana shu narsaga munosabat bildirmoqchiman deb birov so'ramasa burningga tiqavergan o'sha temaga, tushundingmi? Qiz bola bo'lganingda zo'r bo'lardi-ku ya. Nimaga? Shu yabag'ingni ochib, sal yabag'ingni ko'rsatib, bir haftada bir 400 mingta pasbichiga qilib reklamani bosib tashaverarding onasini. Aka, yoshligimda qiynalganman deb chiqsamchi? Yoshligingda qiynalganmisan o'zi? Yo'q. Zo'r fikr. Sen shu blogersan. Sening kallang yaxshi ishlayapti. Bos. Keyin ora-orada bir ehson qilganda, partacha qo'yib, Muslimaxonga yordam deginda, bang pullarni tushirda, bir 500 mingga bozor qilib berib, qolganiga bir iPhonecha olib borsang ham bo'ladi. Tushundingmi? Tushundim. Keyin reklama olsang esingdan chiqarma, bir boshingda xotira, bir kreativ ideya qilib o'tirmagin. Bugun sizlar bilan bir balo kiyim do'koni haqida gaplashamiz. Bugun sizlar bilan bu narsa o'quv markazi haqida gaplashamiz deb mana shunday qilib bir xil qilib inkubator qilib reklamani olaver. Soqqasini uyalmay so'ra, tushunding-a? Keyin barterga ishla birinchi gadayga o'xshab. Restoranga kir, ovqatlanda o'rniga men aka reklama qilib beraman deb gadayga o'xshab uyalin. Korоче, bloger bo'lish qiyin emas, jiyan. Tushunding-a? Tushundim. Hayoling chalmayaptimi? Yo'q, siz shogirdingizman. Ya, juda oson. Shu umuman hech kimga foydasi tegmaydigan degan narsalarni qilaverasan, 2 haftadan keyin blogersan-da. Lekin esingdan chiqarma, buni manfaatli narsa qo'yib, kallang rivojlanib ketib, bloga foyda-moydan tegib qolmasin, tushunding-a? Tushundim. Молодец. Xizmatda bo'lsa kelaversan.